Lekin o'sha gap kutdik, lekin bunchalik kutmadik. Ziyodasi bilan bo'pti. Qurilishlaringizni solishtiraman-da. Yonda shu boshqacha. Ochiqroq aytganda, rasxodni ayamaysiz. Nimaga? Men javobini bildim. Siz o'zingizdan ham eshitaman. Otangizdan ham ko'p eshitdim. Odamlar rozi bo'lsin. Odamlar rozi bo'lsin. Xursand bo'lsin degan gap ko'p gapirar ekanlar-da. Qurilishga shuncha boshqacha yondashar ekan bu bola. Tarbiya zo'r bo'lgan ekan. Biz mana shuni kafil qilmasdan yoki ichidagi qilinadigan sharoit daraxtlarga yondashmasdan qilsak ham kvadratidan 200 ming so'm ko'p qolar. Lekin rozi bo'lmasdan berganniki ertaga baraka bo'lmaydi. Mana shunaqangi podyezdlarda Mirabat avenyularga qilgan. Mana shu domda turadigan odamlarda ikkita vaqt bor. Ertalab 10 dan 12 gacha, kechki tomon 4 dan 6 gacha musor chiqarishsa telefon qilinadi, kamera bo'ladi bu yerda. Chiqarib qo'ygan musorni hammasini olib tashladi. Eshikning tagiga qo'yib qo'yadi. Eshigning tagiga qo'yib qo'yadi. Shu odam qiladi shu. Ha. Chiqarib ana qilinadi. Undan tashqari bu xonadonlarga kelgan dastavka narsalar uchun ham olib chiqib ana qilib beriladi. Shu turadi. Televizor uchun qo'yib bermaganmisiz? Yo'q, yo'q. Ya bo'ldi o'shani. Bu yoqda kolyaskalar turadi. Ochiq so'ragan shu zapisda shu joylarni o'chirib olmaylar lekin. Shu Qosim mana shu. Mana shu Ilhomjon, siz tasdiqlagan liftchi. Qaysi firma? Ilhomjon lift masteri degan. Bu yerda shu charchab kelganda o'tirib 5000 tangama qilsa. Pastda shabada yo'q, tepada bor, bilasizmi? Tepada bor shabada. Mahalla guzari. Mana shu tandirda siz o'tgan safar aytdingiz esingizdan. U uyida urganmasa qiz qanday tushgan joyga borib non yopadi. Mana. Urganadi, bu yerda non yopishdi, onasi hammasini o'rgatadi. Bu nima zona bu? Bu kinoteatr. Mana bundan u kungi futbollarda bir joyga bormaydi-da, mana shu yerdan qaratib ko'raveradi. Bu juda zo'r narsa bo'pti mana shu. Biz kutdik o'zi, lekin bunchalik kutmaydi ochiqini aytganda. Chunki yangilik bilan kiryapman degansiz, g'oyalarni to'liq aytmadingiz-da. Endi tez kunlarda nechta odamga topshiramiz? Hozir Xudo xohlasa 350 ga yaqin odamni xonadonini beramiz. Hozir qarang, mana shu pat kulishni 60 oyga kvadratini necha pul berdingiz? Birinchi o'sha boshida berganimizda 6,5 million daradi. Hozirchi 9,5 million. Hozir ham 9,5 million. Shunaqa pat kulich. Ha. Mana bu haqiqiy topshiradigan remontimiz shu. Unda ko'rdingizmi, bambuk panel ishlatilgandi-ku. U doplataga u bambuk panel bilan. Bu haqiqiy o'zimiz va'da qilgan remontimiz mana shu. Bu emulsiyami? Yo'q, atachento. Shuni ustovoshni olib kelsa bo'ldi ekan-da. Ustovosh bermasizlar. Yo'q. Konditsionerlari mana va'da qilganimiz. Ha, O'sha boshida birinchi aksiyamizda ikkita konditsioner qo'shib beramiz olganlarga dedik-da. Men o'ylanganim Qo'y. Qolyapti bir narsa deydi. Yo'q, shu uchun o'yladim. Bitta faqat yashaydi emas, dam oladigan kunda, to'g'rimi? Istirohat bog'i qilib qo'yibsiz. Xudo xohlasa. Mani shirkatga qattiq turishingizga men xursand bo'lganim. Juda ko'p shu quruvchilar sizga o'xshagan mehnat qilib qurib tashab ketib qolyapti shirkatsiz. Manaqa joylar qurib yotibdi, qaqshab. Boshidagi topshirishga kelgan, endi hali qo'pol qilib aytganda. Keyin qarovsiz qolib ketganda isrof hamda bu endi. Shunday. Buni ochiqni aytganda 10 yil ham emas, 5 yil oldin ham internetlarda ko'rib, Dubay, Amerika, boshqalarga havas qilardik. Buni bizga ham kelibsiz. Niyatingiz yeting. Yurtimiz obod bo'lishida juda katta xizmatlar qilyaptilar. Ilohim hammalaringni ota-onalaringni Alloh rozi bo'lsin. Ko'p yillar, uzoq yillar rohatlaringni ko'rib, xursandchiliklaringni ko'rib, duogo'y bo'lib yursin ilohim. Kelajakda nimani orzu qilgan bo'lsalaring, nimani reja qilgan bo'lsalaring Alloh ziyodasi bilan bersin. Bu xursandchiliklarda xalqimiz ko'p yillar rohatini ko'rib, sizlarning haqlaringizga duo qilib, shu xonadonlarda xursand bo'lib yashashlarini Alloh nasib qilsin. Alloh aytganingiz. Qoyil gap yo'q. Lekin o'sha gap kutdik, lekin bunchalik kutmadik. Ziyodasi bilan bo'pti.